Shu yilning 5-martida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashning kengaytirilgan yig'ilishida ushbu illatning oldini olish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berildi. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi tomonidan keng ko'lamli tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida 10-apreldan 10-mayga qadar korrupsiyaga qarshi kurash oyligi deb e'lon qilingan edi. Oylik doirasida viloyatimizda ham turli tadbir va uchrashuvlar o'tkazildi. Targ'ibot tadbirlari Shovot tumanida bo'lib o'tgan uchrashuv bilan yakuniga yetdi. Partiyaning Shovot tumani kengashi tomonidan biz halollik tarafdorimiz mavzusida tashkil etilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirga partiya faollari, deputatlar, Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'limi vakillari va yoshlar taklif etildi. Uni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad korrupsiyaning jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'siri, yoshlarni ushbu illatga murosasiz munosabatini shakllantirish, korrupsiyaning oldini olish yo'llari, yoshlarni bu boradagi faolligini oshirishdan iborat bo'ldi. Davra suhbatida korrupsiya nima va u nega xavfli, korrupsiyaning salbiy oqibatlari, korrupsiyaga qarshi qanday kurashish mumkin kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Yoshlarga yon atrofga daxldorlik bilan qarash, faol va tashabbuskor bo'lish, shuningdek korrupsiyaning zararli ta'siridan uzoq yurish lozimligi tushuntirildi. Partiya tomonidan bu borada ishlab chiqilayotgan dastur hamda tashabbuslar haqida so'z yuritildi. Mavzu yuzasidan fikr, mulohazalar, taklif va tavsiyalar bildirildi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislaridan atroflicha javoblar oldilar.